Salom, sizlar bilan men o'sha Riyen. Bugun nima qilasan o'zi deganlar. Bugun men Minecraftda survival qilaman do'stlar. Bizlar mana shu joyda, ya'ni Minecraftda omon qolishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Sizlar bo'lsa videoga like bosingizlar, kanalga obuna bo'lingizlar. Hali ham 20 ta obunachiga erishmadik. Do'stlar, obunachiga erishimiz kerak 20 taga. Hozir mana bu bloklarni olaman. Cho'pni ham. Mana bu baliq, mana buni, mana bu baliqni ham, mana bu olmani ham va non va mana bu buni kartoshkani olaymi do'stlar? Yo, olmaymiz, kartoshka kerak emas. Hozir men mana bu panellarni olaman. Qotish uchun uzr. Mana endi men mana buni ham olaman, sandiqni buzib. Birinchi survival videom yaxshi bo'ladi-yo. Ikkinchi qismi ham bo'ladi. Do'stlarim bilan video bo'ladi. Hozir men mana bu molni o'ldirdim va endi bir qishloqni topsam, yaxshi bo'las edi. Hozir boraveraman. Qishloq chiqadi-yo. Hozir men bitta verstak mana. Hozir men o'zimga bolta olaman. Hozir mana bu konlardan olaman demoqchiyim. Bu yerda kon yo'q ekan. Mana yerdan kovlasam ham bo'laveradi. Mana hozir men bularni olaman. Toshlarni mana bularni hammasini olaveraman. Hozir endi mana shu yerdan chiqib ketaman. Hozir men o'zimga toshli narsani yasayman. Bo'ldi. Endi men boraveraman. Qishloq kerak menga. Daraxtlarni olaman. Uy quraman. Qishloq bo'lsa o'zimga ta'mirlab degandek, buni ikkinchi qismi chiqadi. Balkim ertaga chiqar, balkim chiqmas. Yo, chiqadi. Hozir men mana bu joyga boraman. Hozir men mana bu molni o'ldiraman. Mana sen molga. Bo'rilar. Hozir mana shularga go'sht. Yesammi? Ana senga beray. Yo'q. Bermayman. Axir o'zimga go'sht kerak.
Hozir men qishloq topishda davom etaveraman. Mana bu tovuqni o'ldiraman. Mana sen yaramas tovuqga. Mana bu yerda ikkita qo'y. Ularni ham o'ldiraman. Ya'ni o'ldiraman. Mana bu mollarni ham. Mana yo'q qochib ketma. Mana bu molni ham molmas-ku, axir bu qo'y. Mana senga, mana senga. Ana bu yerda botqoqlikni ko'ryapman. Botqoqlikda nimalar bor? Yalmog'izning uyi bor. Yo'q ekan bu yerlarda. Hozir men qishloq topishni davom etaman. Hozircha qishloq topmayapman. Qishloq topsam yaxshi bo'lar edi. Ikkinchi qismida do'stlarimni qo'shaman. Albatta. Mana bu konga tushaman temir topish uchun. O'zi bu yerda temir bormi? Yo'q, bu yerda temir yo'q ekan. Yo'q, tushib ketdim. Hechqisi yo'q. Mana bu yerga ham kiraman. Mana bu ko'mir bizga kerak bo'ladi. Mana bularni ham olaman. Mana shuni tugaguncha olaman, keyin bu yerdan ketaversam bo'laveradi. Bo'ldi endi. Kech ham tushib qoldi axir. Endi qishloq topishni kechqurun davom etkazaveraman. Zombilar paydo bo'lmasindan tezroq qishloq topishim kerak. Sizlar o'sha kanalga obuna bo'lingizlar. Ana qishloq ham topdim. Temirchini uyi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki u yerda temir bor, temir. Yana zombi mana bu yerda ikkita. Ikkalasi ham meni quvlab kesaydi. Yo'q. Ko'p zombi bor ekan. Mana bu yerda chuqurlik bor. Temir topdim, lekin mana bu orqamdan yaramaslik kerak kelyapti. Hozir men karvati bor uyga kiraman. Kelmasindan oldin hozir uxlayman. Mana uxladim. Mana hozir yonib ketsa juda yaxshi bo'lardi. Hila yonib ketdi. Yo'q, soyada turibdi, yaramas zombi manasin. Yo'q, axir bu mana bu o'rgimchakni ham yo'q taylayman. Yo'q, meni o'ldirib qo'ymasin dashqab. Mana bo'ldi, o'ldirdim do'stlar. Endi hozir men mana buni ochaman. Sandiqda yaxshi narsa bor ekan. Mana buni kiyaman.
Mana hozir kiydim. Mana do'stlar. Barchaga xayr do'stlar. Ikkinchi qismi albatta padishka qissalaringiz albatta chiqadi. Kutaverasizlar va men davom etaman. Xayr.